Akalar, joni inson bugün bu jo'ja nima deyapti? Krasavchik. Ama go'day. Birorta cho'qishlaganim yo'q, ehtiyot qilayotibman. 4 kilo 700 hozirgi holati ham jo'ja. Gaziga qo'li yetmayapti. Go'day. Buni 14 oylik qilib keyin urushtiraman, gap qisqasi. Puliga kechsa, hozir sotamiz kelish bo'lsa. Bo'lmasa tomosha keling. Bu jo'ja. Bitta ko'rib qo'yinglar. Mujik. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Akalar, bu jo'ja ham uzvoradigan. 4 kilo 600 janobi. Joni inson bo'lgan. Qo'lda ham turmayapti. Mana. Joni inson bo'lgan. Temir badan. Xohlasan ham urishtirib beraman, xohlasan ham shunday gaplashamiz. Cho'qib tashlayapti o'g'il bola. Mana figuralari ham dahshat jo'jani. Kallasini ko'rib beringlar. Krasniy ko'rja. Ayollarni taklif qilib yuboraman deb turibdi. Joni inson bo'lsa. Bu da urush qoch chiqib olgan janob. O'g'il bola cho'qimay endi mujik bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'rozda chempion akalar, joni inson bo'lsa. Qo'lda turmayapti. To'sham kemaga o'xshab pastidan chiqdi. 4 kilo 900 mana. Xom jo'ja mana. Joni inson bo'lgan. Xohlasan ham tepishtirib beray, xohlasan ham shunday gaplashamiz. Mana o'ta seryozni. Pachka chista. Joni inson. Kilo ham zo'r kilo. Aprel jo'jasi 4 kilo 900 mana. Ayollari ham urush qo'q chiqqan joni inson bo'lgan. Krasavchik. Bo'ladi. Tayyor so'raganga mana 5 kilo. Bu bir kun aytdim, qanotlarni tiktirib beraman. Mana kiyov bola bo'ldi. Qanotlarni tiktirib qo'ydim. Zavodskoydan ham zo'r. Badani ham temir yo'l yotibdi. Bir haftada solaverasizlar. Hamma yo'g'ini tiniq qilib berganman mana holati. Joni inson 5 kilo. Solaverasizlar. Juda qattiq urib, reylisidan chiqarib yuboradi urganda ham janob. Badani ham dahshat jo'jani. Bellari ham. Figuralar ham chiqib ketgan, boqilib oldi uzoq mana. Xudo xolasa. Joni inson bo'lgan. Bo'ladi. Hamma tozasi deyapti. Akalar endi shu ham tozasimikin? Endi tozasi deb maqtanaman desam, jonivor titinib qo'yadi, keyin kir bo'lib qolyapti. Bu yuvintirib toza qilib qo'ysa, mana harom. Endi toza deyman desang, bundaqa titinib kir bo'ladi. Bemalol toza